Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammasına xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 4-cü ayının 13-cü günü düşənbə. Həmənlərə şu vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Amerika Kengash Palatası Tashqi Munosabatlar Komiteti Xitoyga taqabul turish uchun tunishtirgan yangi qonun loyihasida Uyg'ur masalasiga alohida o'rin berildi. 2021 yildagi strategiyalik raqobat qonuni deb atalgan bu qonun loyihasida kishilik huquqni ilgari surish, bexatarlik yordam bilan ta'minlash va ta'tir tashviqotga qarshi kurash qilish orqali Amerikaning Xitoyning dunyoviy ta'sirini kengaytirish o'rnishiga taqabul turish iqtidorini yuqori ko'tarish tadbirlari o'ttirg'a qo'yilgan. Bu qonun loyihasi 280 betlik bo'lib, buningda Amerikaning Hindi Tinch okeanidagi siyosiy maqsadiga yetish uchun zarur bo'lgan harbiy mablag' silishni oldingi o'ringa qo'yish, Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy raqobat masalasini hal qilish, Uyg'urlarga qaratgan zulmlari sababli Xitoyni jazolash va Hong Kongdagi demokratiyani qo'llash qatorliq mazmunlar o'rin olgan. Qonun loyihasining bir necha yerda Uyg'urlar masalasi tilga ilingan bo'lib, ularning ikkisida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi majburiy emgakka munosabatli jazo yurgizish, sistemalik bosqinchilik, majburlash xarakterlik bola tushirish, majburiy tug'mas qilish yoki majburiy homildirlikdan saqlanish operatsiyasi qilishga qarata jazo yurgizish qatorliqlar ko'rsatilgan. Loyihada yana Xitoyning ta'tir tashviqotiga taqabul turish uchun Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Guangdong bo'limlarining mablag'ini oshirish taklifi berilgan. Qonun loyihasini Amerika Kengash Palatasi a'zosi, Kengash Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Bob Menendez va Cumhuriyetchilar partiyasining a'zosi Jim Rich qatorliqlar birlikda tunishtirgan. Ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasi 21 aprel Kengash Palatasida ovozga qo'yildi ekan. Yevropadagi eng asosli turkcha televiziya kanallarining biri hisoblangan Kanal Yevropa televiziya stansiya Dunya Uyg'ur Qurultiyining iltimosiga asosan yaqinda Yevropada yashayotgan turk qarindoshlarimiz orasida o'tgan yil Londonda qurilib, faoliyat boshlagan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga yordam to'plash safarbarligi boshlatgan bo'lib, mazkur safarbarlik butun Ramazon oyi bo'yicha izchil davom qiladi. Bu munosabat bilan 11 aprel kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa va Qurultiyining islom ellardagi xizmatlarga mas'ul rais vakili Turg'unjon Alovdin apandilar Markaziy Germaniyaning Duisburg shahridagi Kanal Yevropa televiziya stansiyasini ziyorat qilib, ularga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytish bilan birga, yana mazkur televiziya stansiyasining maxsus Uyg'urlar masalasi haqida o'tkazgan naq maydon suhbat programmasiga qatnashib, Dunya Uyg'ur Qurultiyining borliqqa kelish jarayoni, Qurultiyining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, Uyg'urlar masalasining xalqarodagi yangi taraqqiyot yuzlanishi, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari. 2021 yili Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi bilan Londonda qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining maqsadi shundaqli chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning umumiy ahvoli va ular duchor bo'layotgan qiyinchilik, tahdid va xirislar, Qurultiyining Turkiya hukumatidan va Yevropada yashayotgan turk qarindoshlarimizdan kutadigan umid va talablari qatorliq nihoyatda keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Dolqun Aysa apandi 2 soatdan ortiq davom qilgan suhbat jarayonida garchi Dunya Uyg'ur Qurultiyi 2004-yili Germaniyada qurib chiqilgan bo'lsa-mu, ammo uning 1933-yili Qashqarda va 1944-yili G'oljida qurilgan ikki mustaqil jumhuriyat inqilobimizning davomi ekanligini, uning yildizining 30-yillarning oxirida Mamtamin Bug'ra, Mahmud Mo'ytin qatorliq milliy ustozlarimiz tarafidan Hindiston, Kashmir va Afg'onistonda ilib berilgan mustaqillik kurashlariga, Vatanimiz Xitoy kommunistlari tarafidan ishg'ol qilingan 1949-yildan keyin marhum milliy rahbarlarimizdan Mamtamin Bug'ra va Isa Yusuf Olibtekin apandilarning boshlamchiligida Turkiyani markaz qilgan O'rta Sharq rayonida va G'arb ellarida, yana marhum rahbarlarimizdan Ziyo Samadi, Abdurup Maqsumlarning boshlamchiligida Qozog'istonni markaz qilgan O'rta Osiyo rayonida ilib borgan milliy kurashlarga berib tutishadiganligini, shuning uchunmi Dunya Uyg'ur Qurultiyining mayli xalqaro jamoatchilik tarafidan bo'lsin, mayli Uyg'ur xalqi tarafidan bo'lsin, Sharq Turkistonliklarning xalqarodagi eng yuksak vakillik organi deb e'tirof qilinganligini alohida xotirlatib o'tdi. Dolqun Aysa apandi so'zida yana hozirgacha o'zlarining qon va din qarindoshlari hisoblangan Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan cho'nqur hissdoshligini, ularga bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashini izchil davomlashtirib kelgan Yevropadagi butun turk qarindoshlarimizga bo'lgan cho'nqur hurmatini va minnatdorligini alohida ifoda qilib o'tdi. Dolqun Aysa va Turg'unjon Alovdin apandilar bu qitim Germaniyaning Myunxen shahridan Duisburg shahriga qilgan yuqorqi safari jarayonida yana bosh organi Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qilib, uning qurg'uvchisi va raisi, uzun yillik fidokor kurashchimiz Abdujalil Qaraqosh apandimdan hol so'rash bilan birga, Sharq Turkiston informatsion markazining va Abdujalil Qaraqosh apandimning chet ellarda ilib berayotgan milliy mustaqillik kurashimizning taraqqiyoti uchun qo'shib kelgan tuhfalariga
Bo'libmi Xitoyning vatan ichidagi xalqimiz ustidan yurgizib kelayotgan jinoiy qilmishlarini dunyo jamoatchiligi fosh qilishda o'ynab kelgan muhim roliga yuqori baho berishdi. Abdujalil Qarqash apandi Xitoy hokimiyati tarafidan 2000-yillarning 5-ida marhum Hasan Mahsum, Mamtimin Hazrat, To'lqin Aysa, Abduqodir Yapchan qatorliq 11 nafar milliy kurashchimiz bilan birga xalqaroga tunji turkumda terrorist deb e'lon qilingan. Uning riyosatchiligidagi Sharq Turkiston informatsion markazida atalmish terrorist tashkilotlar tizimligiga kirgizilgan edi. Ammo Germaniya hukumati hech bir zaman Xitoyning yuqoridagi tuhmatlarga parvo qilgani yo'q. To'lqin Aysa va Abdujalil Qarqash apandilar Germaniyada hech qanday cheklamaga va ta'qiblashga uchirmay, o'zlarining normal faoliyatlarini izchil davomlashtirib kelmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababli xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari, shundaqla Tibet, Hong Kong tashkilotlari tarafidan dunyo miqyosida qaynot yoydirilayotgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish harakatlarining uzluksiz kuchayishiga ergishib, Amerika boshchiligidagi g'arb allarimi bu masalani jiddiy o'ylashga boshlagan. New York vaqti gazetida 8 aprel e'lon qilingan bir maqolada sobiq Trump hukumati va hozirgi Biden hukumati Xitoyning Uyg'urlarga ilib borgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan ekan, u holda Amerika o'z prinsipida ching turib, Xitoydek bir davlatning olimpik musobaqasi o'tkazishiga qarshi chiqish kerak deb ko'rsatildi. Xabarda ko'rsatilishicha, garchi Biden hukumati hozirga qadar o'z ittifoqdoshlari bilan birlashib, bu olimpik musobaqasini boyqut qilish masalasini texi maslahatlashmaganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo Dunya Uyg'ur Qurultiyini o'z ichiga olgan 180 kishilik huquq tashkiloti birlashib, bu musobaqaga qarshi turish taklifini sungan. Navbatda Kanada bilan Yevropa ittifoqimi bu musobaqaga qatnashish yoki qatnashmaslik masalasi haqida jiddiy o'ylanishga boshlagan ekan. Maqolda ko'rsatilishicha, Olimpik komitetidagi amaldorlarning tantarbiyani siyosat bilan aralashtirishga bo'lmaydi degani samimiyatsiz bir gap bo'lib, Olimpik yig'ini albatta siyosiy maqsad aralashgan harakat ekan. Xitoy raisi Shi Jinping bu musobaqani siyosiy g'araz uchun, ya'ni o'zining davlatini qonunliq davlat, o'zining jinoyatlarini qonunliq harakat qilib ko'rsatish uchun bu musobaqani o'tkazishda ching turmoqda ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, agar butun dunyoning diqqati Xitoyga markazlashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi besim paydo qilmoqchi bo'lsa, olimpik musobaqasi eng chong besim nuqtasi hisoblanadi ekan. Germaniyada Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi yerlik universitet o'quvchilari va yoshlar tomonidan qurib chiqilgan Uyg'urlarning ovozi bo'layli nomli tashkilotning Germaniya miqyosida boshlatgan Xitoyga qarshi norozilik harakatlari Germaniya xalqining va Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. 10 aprel shanba kuni mazkur yoshlar tashkiloti Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti bilan birlikda Germaniyaning Minhem shahrida norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Yevropa ittifoqi va Germaniya hukumatidan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun texmi unumli tadbirlarni yo'lga qo'yishni talab qilish bilan birga, ya'ni ularni 2022-yillik Beijing qishloq olimpik yig'inini boyqut qilishga chaqirdi. Mazkur namoyishga Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi To'lqin Aysa va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandilarning boshlamchiligida Germaniyaning Myunxen va boshqa rayonlaridagi bir qism Uyg'urlar ishtirok qildi. To'lqin Aysa va Asqarjon apandilar namoyish jarayonida qilgan so'zlarida jiddiy irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqiga ega chiqqan va ularning ovozi bo'lib kelgan germaniyalik yoshlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytish bilan birga, Uyg'ur xalqiga to'p yakun irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydek bir mustabid davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining butun insoniyat dunyosi uchun og'ir darajadagi bir or-nomus ekanligini, shunga 2022-yillik Beijing qishloq olimpik yig'inini boyqut qilishning haqqoniyatni yo'qolg'uvchi butun xalqlarning vijdoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Uyg'urlarning ovozi bo'layli nomli tashkilot 11 aprel yakshanba kuni yana Germaniyaning Myunxen shahar markazida Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti bilan birlashib yuqorqi maqsadda Xitoyga qarshi norozilik namoyishi uyushtirdi. Namoyishga Germaniyadagi universitet o'quvchilari, yerlik yoshlar va Uyg'urlardan bo'lib 200 dan ortiq kishi qatnashdi. Koronavirusi sababidan Germaniyada qattiq karantin tadbirlari yo'lga qo'yilayotgan bir paytda o'tkazilgan bu qitimqi namoyishmi yerlik ommaning va Germaniya matbuotlarining alohida qiziqishini qo'zg'adi. Myunxen shahridagi namoyish maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining Yevropadagi siyosiy xizmatlarga mas'ul alohida vakili va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim Uyg'urlarning ovozi bo'layli nomli tashkilot tarafidan boshlatilgan yuqorqi norozilik harakatlari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun Mannheim shahrida Uyg'urlar uchun ovoz beringlar tashkiloti bilan birga Yevropa Sharq Turkiston birligi
Uyg'urlarga istilayotgan qirg'inchilik to'g'riliq namoyish ifade. Bu namoyishga yosh bolalar 20 bilan 25 yosh orasidagi yosh o'quvchilar, universitet o'quvchisi o'zaro birlashib istashlik qilib Uyg'urlarning ovozini turg'ish uchun o'sha Uyg'urlar uchun ovoz beringlar degan tashkilotni qurib chiqdi. Bu tashkilot bizlar bilan aloqa qilgandan keyin Germaniya bo'yicha namoyishlarni berishga qaror berdik. Shu sabab bilan bugun Mannheim shahrida namoyish o'tkazdik. Bu namoyish nayti undan g'ulg'uluq bo'ldi. Yig'inning beshidan oxirigacha doklad beruvchilar hammasi nemis tilida so'zlab Xitoylarning Uyg'urlarga berayotgan qirg'inchiligini la'natlab, Germaniya hukumati va Yevropa davlatlarining buningdan keyin texmo keskin qarorlar ilishini va ovozni chiqarishini talab qildi. Shundaqla mana bugun München shahrining cho'ng maydonlaridan birisi bo'lgan Wittelsbach platsda yana shu o'xshash tashkilotlar birga Yevropa Sharqiy Turkiston birligi namoyish qilyapti. Bu namoyishda yana ko'ryapsizlar, oxirgi hisoblarda saf yosh insonlar, ya'ni bular degandek 20 bilan 25 yosh orasidagi yosh universitet o'quvchilari. Bular o'zaro matbuotdan Uyg'urlar to'g'riliq ma'lumot ilib va mush bo'layotgan qiyimga chidmasdan bizdanki ovozimizni chiqarishimiz kerak deb bir yerga kelibdi. Biz ular bilan hislashlik qilyapmiz, hamkorlik qilyapmiz va bularningki media bilan bo'lgan munosabatlari yaxshi. Bütün shu bo'layotgan namoyishlarni o'zlarining medialarda, matbuotlarda taqib etadi. Albatta bizning maqsadimiz da'vomizni xalqaralashtirish, da'vomizni German va Yevropaliklarga uqtirish. Shuning uchun bundaq bir yosh qo'shinninki o'zaro birga kelib Uyg'ur da'vosiga ega chiqishi bizlar uchun nihoyatda foydali. Shuning uchun biz qo'limizning kelganicha bularni himoya qilib, destaklab, lozunglar bilan, ma'lumotlar bilan yetishtirib beryapmiz. Ve aldığımızdaki haftalarda yana maşındaq Germaniyanın çoğu şehirlerinde birli namoyish o'tkazmoqchi. Shveysariya, Fransiya va Yevropaning bir qism ellardagi kishilik huquq tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari birlashib qurib chiqqan Uyg'urlar uchun Janva nomli birlashma munbar Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga hamda 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qarshi 9 aprel Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida birlashma namoyish elib bordi. Namoyishga har qaysi kishilik huquq tashkilotlarining vakillari va Shvetsiya Uyg'ur jamiyatining a'zolaridan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. 2 soat davomlashgan bu namoyishda xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq har qaysi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Shveysariya parlamentining a'zolari va Uyg'ur tashkilotlarining vakillari so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni va irqiy qirg'inchiliklarni qattiq ayiblash bilan birga, bundaq zolim bir hokimiyat hukmronlik qilayotgan davlatning olimpik musobaqasi o'tkazish salohiyati yo'qligini ta'kidlashdi. Bu qitimqi birlashma namoyish sepidan o'rin olgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining Janvadagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Uyg'ur diplomat Kerem Sharif apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida o'zgacha shakl bilan elib berilgan bu qitimqi birlashma namoyishning Yevropa matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'aganligini va Janvadagi bu xil norozilik harakatlarining bundan keyinmi izchil davom qiladiganligini ta'kidladi. Xəvərlərdən məlum bo'lishicha 10 aprel Hong Kongda Hong Kong Uyg'ur kishilik huquqiga ko'ngil bilish guruhi deb ataladigan bir kishilik huquq guruhi qurilgan. Bosh shtabi Angliyadagi Hong Kongni kuzatish tashkilotining xodimi Joy Sioning Twitter uchuriga qaraganda, mazkur guruh Hong Kong xalqining diqqatini Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan vahshiyligi va Uyg'urlarga qaratilgan zulmlarga tortish maqsadida qurilgan. Tashkilotning Facebook betiga qaraganda, tashkilot qurilib bir kun ichida Sharqiy Turkistonning paxtalarini boykot qilish harakatini boshlagan. Xalqaro kechirim tashkiloti Hong Kong ishxonasining hay'at a'zosi Johnson Yong bu vaqtdagi Twitter uchurida bu tashkilot boshlagan Sharqiy Turkiston paxtalarini boykot qilish harakati to'g'risida uchur bergan. U mundaq yozgan: Hong Kong Uyg'ur kishilik huquqiga ko'ngil bilish guruhi Xinjiang paxtalarini boykot qilish harakati boshladi va moda kiyim sohasidagi majburiy emgakka sherik bo'lguvchilarni boykot qilish chaqiriqi e'lon qildi. Biz irqiy qirg'inchilikka sal qaramasligimiz va uningga hassa qo'shmasligimiz lozim. U yana Zara qatorliq dangliq markalarni bu masalada mavqesini bildirishga chaqirgan. Dunya Uyghur Qurultiyi va Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan Yaponiyaning Yokohama shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari asosiy mazmun qilingan 5 kunlik ko'rgazma va doklad berish faoliyati muvaffaqiyatli oxirlashdi.
Dunya Uyghur Qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alayda vakili İlham Mahmud, Yaponiya Uyghur jamiyatining hay'at a'zosi Guliston Aziz va Qurultiyining Yaponiyadagi vakili G'olib Majid apandilarning boshlamchiligida Yokohama shahrida 7 apreldan 11 aprelgacha davom qilgan 5 kunlik ko'rgazmani koronavirusi sababidan o'tirg'i chiqqan foydasiz vaziyatga qaramasdan yana 500 dan ortiq kishi ziyorat qildi. Bu jarayonda Uyg'ur vakillari yana Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganlik masalasi haqida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, muxbirlarning Sharqi Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqidagi turli savollarga tafsiliy javob berdi. Axborot e'lon qilish yig'iniga Kanada va o'lkalik parlamentning a'zolari, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining mas'ullari bevosita ishtirok qilib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Guliston Aziz xonimning axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlar masalasi haqida bergan doklati yig'in qatnashuvchilarini alohida ta'sirlantirdi. Undan boshqa yana Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari Yaponiyaning Fukushima va Tokyo shaharlarida 5 kishilik guruhlarga bo'linib, Xitoyning irqiy qirg'inchilikka fosh qilingan tashviqot varaqlarini taqitish harakati ilib bordi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Toshimitsu Motoga oldingi hafta Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda 1,5 soat suhbatlashgan. Suhbatda u ikki taraf ko'ngil bo'layotgan masalalar qatorida Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish va Hong Kongdagi norozilik harakatlaridan o'zlarining andisha qilayotganligini alohida eskartgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sunduq. Keng qitimli programmada ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.